好的，尊敬的各位来宾、各位领导、女士们、先生们，大家下午好！欢迎大家来到我们今天的启动仪式。这里是新疆特莱克投资管理有限公司、新疆博格拉商贸有限公司、新疆艾弥勒文化传媒有限公司联合制作的，由诺尔大夫药业冠名的大型电视网络文艺娱乐节目《丝绸之路歌手》第1季节目启动仪式。我是主持人李嘉德。Salam. Qadrli mehmonlar, urug' tuqqan yari do'st birodarlar. Bizga tunish va notunish bo'lsa-mu, bugungi tabassumidan bizga mehrni aymayotgan qadrli azizlar, hammanglarning tushdan kelganlar xayrli bo'lsin. Navbatdagi damlarda sizlar bilan birlikda Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklik sherikati, Şinjan Bug'ra savdo cheklik sherikati, Şinjan Hamra madaniyat taqiti cheklik sherikati birlikda uyushtirgan Nur doktor dorigarligi tojdorligidagi birinchi qaror G'azalxon programmasidagi programma qo'zg'atish murosimiga riyosatchilik qilish sharafiga erishganligimdan o'zimni baxtli his qilaman. Men sizlarning ko'ni riyosatchi do'stinglar shundoqla qarindoshinglar Nijot Vali Yaqub. Yaxshi kunlarda sizlar bilan, chavaklarimiz bilan, tabassumlarimiz bilan, mehr muhabbatimiz va xush ro'yi holatimiz bilan ko'rishalganligimizdan o'zimizni ham xursand his qilamiz. Hayotimizdagi qimmatli boylik bo'lgan vaqtni biz uchun hadiya qilib, mana bugungi programma qo'zg'atish murosimimiz uchun xushlik qetib alaydi etib kelgan barcha azizlarga tashakkurimizni bildirish bilan birga, navbatdagi programmamizning yillardan buyon har qaysi televiziya stansiyalar, ham shundaqla har qaysi salon va kanallarda taqdim programmalarga o'xshamaydigan, o'zining yorqinligi, yo'riqligi shunaqla o'xshamgan ko'rish nuqtalari bilan bizni birga jam qila oladigan, diqqatimizni torta oladigan, ham ilgirki Abdunum rayonimizga Kozur programmalar qatoridan o'rin ilib, uzun zamonlardan buyon bizga xushlik ato qilayotgan Ipak yo'li sadosi programmasiga o'xshash ajoyib olqishliq va ko'rimlik bir programmalar qatoridan o'rin olganligiga ishonchimizni bildiramiz. Shunaqla navbatda bu telekimizga chavaklarimiz orqali o'zimizning xushligimizni qo'shamiz. Rahmat. Qadrli do'stlar, sizlar ko'rayotgandek bizning bugungi Faaliyetimiz, yani programma qo'zg'atish murosimimiz kuychi bevosita taqib sifatida naq maydonda bevosita tarqatilyapti. Qanundaqda qiyoqas cho'qonliq bir chavaklarimizni kuychi bevosita taqib sifati, shunaqla har qaysi ijtimoiy aloqa qurollarida, jumladan do'yin qatorliq supalarda biz bilan uchrashib turgan do'stlarimizga bir o'zimizniki salomimizni yetkazayotgan bo'lsak, rahmat sizlarga. Chavak. Qo'yma o'xshamaydigan yangilik va davrga ergashgan zamonaviylik bilan bu programmamizni boshlab olish oldida turibdik. Agar deshamsanglar, hozir sizlar bilan shunday bir uchurlarga ham bag'irlangim kelyapti. Navbatda bizning sahnamizda, naq maydonimizda balkim 1-200 mehmon o'ltirayotgan bo'lishi mumkin. Ammo hozir mushu inimiz bevosita ko'z chiqilayotgan supining o'zida qancha odam bordi? 700 nafar do'stimiz bor ekan. 700 nafar do'stimiz biz bilan birlikda xushligimizni ko'ryapti. Sizlarga salomimizni yo'llaymiz. Undan boshqa yana kuychi bevosita taqib sifatida necha ming ko'rmanimiz har qaysi to'rbatlar shunaqla salonlar orqali bizning xushligimizga jo'r bo'lyapti. Undan boshqa yana bevosita ko'z chiqilayotgan do'stlarimiz bormi yo'qmi? Hozir mush sonliq ma'lumotni bilgim kelyapti. Oyadagi do'stimiz bevosita ko'z chiqilayotdi. Qancha odam bor? 900 adam bor bir chavak berib aytaylik. Demak, hozir naq maydonda Nur doktor dorigarligi tojdorligini ilayotgan mana shunday katta bir programmaninki qo'zg'atilish murosimini biz bilan birlikda necha ming, necha 10 mingdan ko'rmanimiz ham bahrilayotdi. Bizning xushligimizga jo'r bo'lyapti. Demak, biz zamonaviy ilg'or ideya bilan ham shundaqla mana shunday haqiqat taraqqiy qilgan uchur egiligi davrida o'zimizning qo'limizga telefonlar orqali ham o'zimizning xushligimizni, o'zimizning bugungi nag'ma navolarimizni, bugungi yangiliklarimizni do'stlarimiz bilan texmi ko'p har millat ko'rmanlar bilan ham bahrilash fursatiga erishib turibdik. Qadrli do'stlar, albatta ekran oldida talayilgan do'stlarimiz, qora ko'zlarimiz, har millat ko'rmanlarimiz bizga xushlik ato qilib va yoki bizni qo'llab, biz bilan bugungi go'zal kayfiyatimizga jo'r bo'layotgandan boshqa, bizningki bugungi naq maydonimizga ajoyib kattalarimiz, har soha, har kasbga to'hibkorlarimiz, ustozlarimizmi alayda qadam tashrif qildi. Uzun yillardan buyon o'zining qimmatli vaqtini ajratib, Abdunum rayonimizdagi adabiyot san'at programmalarininki texmi nupuzli holda ko'rmanlarimiz bilan ko'rishishi uchun aqlni aymayotgan hurmatli mehmonlarimizdan oldi bilan Xinjiang维吾尔自区党委宣传部原副巡视员、丝绸之路之声和丝绸之路歌手节目总监申建华先生，欢迎您的到来。申建华efendimni qizg'in qarshi olamiz. Shin efendim, har vaqt sizni shundoq
ruhlu holatni ko'rib, ham bizning kayfiyatimiz ko'tarangi bo'lyapti. Yana davomli programmalarımızdan texmi yaxshi ishlanishida sizning tavsiyalaringizga ehtiyojimiz bor. Qadrli do'stlar, albatta yuqorida tunishtirib o'tgan muhtaram zot bo'lsa, Şinjan Uyg'ur Abdunum Rayonlik Partikom tashviqot bo'limi sobiq muavin nazir darajali kuzatuvchisi, Yepak yo'li sadasi programmasi va Yepak yo'lidagi G'azalxon programmasining bosh nazoratchisi Şinjanxo apandim, rahmat sizga. Undan boshqa yana balki hozir bizning naq maydonimizga ulgurib kelish uchun yo'lda kilovatkan buluşu mümkün. Şinjan Sanat Şöyyeni'nin sabık müdiri, şair, tercüman, Yepak Yolu Sadası ve G'azalxon programmasının baş nazaretçisi Emin Ahmedi efendim. Ben naq meydanı görenmedim, belki çokum ulgurib kildiğalık işiniz bir çavak berip etayli ya. Hem şunaqla ustazlarımızdan programımızda alaydı qo'llayotgan, zihnini, aqlini ve yaxshi maslahatlarini aymayotgan bizniki Suyumlik çoğunlarımızdan dağlık kompozitor, sanat tadqiqatçısı Yasin Muqbil efendim. Dağlık avukat Mecit Litip efendim. Hem şunaqla iqtisat fanları doktori Mehmet Yasin Muallim. Onun başqa devletlik birinci derecelik rejissor, Yepak Yolu Sadası ve G'azalxon programmasının baş planlovchisi, baş rejissori, şair bizden Suyumlik akımız Muxtar Bug'ra efendim. Xush geldiniz, Didar Ganimat. Onun başqa yana devletlik birinci derecelik artist, xalqyar naqshchi, Yepak Yolu Sadası programmasının baş yetakchi ustozi Abdullah Abdurim efendim, Didar Ganimat, xush geldiniz. Ataqlıq aktyor, köp qırlıq sanatkar, hem şundaqla ekranlardagi obrazi ve chiroyli naqshlari, uzun yillardan bizga ato qilayotgan san'atdagi yangilikları ve xush kayfiyati bilan hurmat taxtidan o'rin olayotgan san'atkorimiz Xalmurat Ömer efendim, Didar Ganimat. Bulardan başqa yana bugungi faoliyatimizga alayda qadam tashrif qilgan azizlarimizni albatta meningcha o'g'an chaqda do'stlarimiz hammasi tanıydı deb o'ylayman. Jumladan uzun yillardan buyon ular mayli korxona sohasida bo'lsin, iqtisod fanlarida bo'lsin va yoki adabiyot san'at ishlarida bo'lsin, o'ziga yarasha natijalar bilan bizning e'tirof qilishimizga, qoyilligimiz va moyilligimizga erishib kelyapti. Vaqtija shusidan barliq navbatdagi ustozlarning va san'atkorlarning ismini faqat ism sharfi bilan tilga ilishni to'g'ri topdim. Ayibga buyurmaysizlar. Muhammad Sulayman Izdan efendim, xush geldiniz, qarshi olamiz. Tash Muhammad Batur efendim, Didar Ganimat, xush geldiniz. Mevlan Niyaz efendim, xush geldiniz, qarshi olamiz. Mevlan Mamtimin efendim, xush geldiniz, Didar Ganimat, qarshi olamiz. Onun başqa yaxshi birodarlarimizdan Kamil Jilil efendim, Didar Ganimat, xush geldiniz. Hazreti Ali Muhammad Tursun efendim, sizni ko'rib xursand bo'ldik. Hem shundaqla yana nurg'un san'atkorlarimiz jumladan Xosiyat Qurbon xonim va kaza bizning katta san'atkorlarimiz balkim naq maydonga ulgurib kelish safarda bo'layotgan bo'lishi mumkin. Sal turib ular kelgan aman, yana hurmat ilkida hayajon bilan ularning ismini atashga nisib qilg'ay. Albatta bugun yana shundaq alayda mehmonlarimizga minnatdorligimiz va tashakkurimizni bildirishga to'g'ri keladi. Dal ularning iqtisodiy jihatdan yaqindan yordamda bo'lishi, dal ularning adabiyot san'at ishlari uchun safarga chiquvchilarga har vaqt yoningizda biz bor, o'zimizning topqinimizni eldan elib elga qaytarishga rozimiz deydigan shuari va madadi bizga ro'yi butunlik va xursandlik tuyg'usi ato qilib kelyapti. Shularning qatorida bugun biz hayajon ilikida texi ulishkilam shaxsan men faoliyatiga hayajon ilikida riyosatchilik qilib, naq maydondagi qizg'in kayfiyatdan hozirlangan birinci karar G'azalxon programmasının tajdorligini algan Şinjan Nur Doktor Doğrugerligining qurg'uvchisi, baş lideri Nursimon xonim ve suyumlik qo'llag'uvchisi Yo'ldoshi Muhammadjon efendim, xush geldiniz, qarshi olamiz, Didar Ganimat. Sahnimizdan o'ng yo'l sol taraflarda ko'rmanlarimizda qo'g'dab, ularga ro'yi butunlik ato qilib, tajdorlikni voyaga yetkazib berayotganlarga tashakkurimizni bildiramiz. Muhammadjon efendim, ham shundaqla Nursimon xonim. Albatta, texi yaqindalam 100 dukkan qo'zg'utish faoliyatini muvaffaqiyatli boshlab olganlik xabarini topshirib oldik. Shundaqla buningga joy-joylardagi ko'rmanlarimizningki iste'molchilarning inkosining yaxshi bo'layotganligini angladik. Tijoratinglarning texmi barkatli bo'lishini, bo'lsa Yepak yo'lidagi G'azalxon programmasini birinchi qarorda emas, 100-chi qarorgacha o'z ustinglarga kelib, biz bilan adoqcha mangu birlama yig'ishlarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Qadrli do'stlar, albatta
Səpərgi çıxqıçılarga çay sunup ularga həmrahlıqını, ular yaxşı tiləklərini bildirgüçülər payda bolğanında, ularning yanında yana bizga gül sunuğuçular, bizdən hal soruğuçular, bizga mədədkar bolğuçular, yaxşı tiləklərini aymaydigan suyumlik dostlar arqa-arqadan bu səpki tizildi. Şularning qatarida bugünkü proqramımızda alayda talab qilgan şirkətlərdən Şinjan Nigar Yemek İçmek Çeklik şirketining baş lideri Anvarjon apandimga minnatdorligimizni bildiramiz. Xush keldingiz Anvarjon apandim. Hem shunaqla Gazalxan programımız bilan strategik hamkorlashgan şirket Beijing Tashqin Pay Kontrol Guruhi Çeklik şirketining baş lideri Mehmet Tursun Tashqin apandim har vaqt bizga hamroh bo'layotganligingizga, safardosh bo'layotganligingizga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Onun başka programımızı alayda qo'llagan şirkettin Ürümçi İhbar Bulaq Savdo Çeklik şirketining baş lideri Nurulla Bavaudunch apandim. Xush keldingiz, qarshi olamiz. Programımızga alayda yardım bergan şirketin Abeybey Guruhi Çeklik şirketining baş lideri Anvar Abey apandi. Xush keldingiz, qarshi olamiz. Qadrli mehmonlar, mana shundaq şirketlarning hamdamda bo'lishi, mana shundaq aq ko'ngil do'stlarning san'at va san'atkorning hurmatini qilishni bildigan korxonchilarning biz bilan bir sapda turishi bilan pat arda to'limi o'zgichilikka, to'limi yangilikqa, shundaqla nihoyat yaxshi bo'lgan ko'rish nuqtasiga ega bo'lgan yepyeni bir programma men hem shundaqla menga o'xshash bir qancha riyosatchilarning tang xizmatda bo'lishi bilan avtonom rayonimizdagi san'at sohasidagi yorug' yulduzlarimizning ishtirok qilishi bilan yangi san'at maistlarining ham bu sahnada julolanishi bilan sizlarga to'limi o'zgacha va yangicha qiyofatdagi bir san'at asarini sunmoqchi. Biz yana bir marta obiyam yani bugünkü yig'ilishimizni rasmiy boshlashdan ilgari ugunib olgan heliqi qizg'in kayfiyatimizda korxonchi do'stlarimizga, ustozlarimizga yana bir rahmat aytib olsak, rahmat sizlarga. Xo'sh, undaqda bizning sozandilarimizdan tayyorlik bitib bulamidi qachon? Shundaqmi? Albatta balkim nurg'un do'stlarimiz bugünkü faoliyatimizga jumladan bugünkü programmamizningki riyosatchiligiga alayda qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Film mas'ullarining alayda taklifi bilan yana bir marta mana shunday kozur programmaga riyosatchi bo'lib, oltin mikrofonni qo'limga olish sharafiga erishganligim mening yoshligimdagi axborot kasbida riyosatchilik sahnasidagi yana bir natijam shundaqla xushliqim hisoblanishi mumkin. Oldi bilan hayajon elikida menga shunday katta sahna berayotgan partiya, hukumatga, ko'rmanlarga, jumladan bizning texnik jilolanishimiz uchun fursat yaratib berayotgan programma egalariga tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Men bilan birlikda bu sahnada xizmat qilish uchun yana uzun zamonlardan buyon Şinjan televiziya stansiyasining balalar programmasida chiroyli obrazi, tatlı so'zlar bilan nurg'un balalarimizning, ya'ni shu balalar hozir o'smirlarga, yoshlarga aylanib sabdoshlarimiz qatoridan o'rin olayotgan paytlarda menga ham ustoz yo'lida uzun yillardan buyon riyosatchilik kasbida yetakchilik qilgan, o'zining korxonchiligi bilan, o'zining turmushdagi fazilati bilan, ham shunaqla ekranlardagi obraz bilan birdek e'tirof qilishimizga erishgan Dilrabo Abliz xonim biz bilan birlikda riyosatchilik kasbiga at soldi. Sizni qizg'in qarshi olamiz. Xush keldingiz. Odatda bundaq boshlash va axborot e'lon qilish deganda kichik faoliyatlarga men o'zim tugutib olsam bo'ladi. Rasmiy cho'ng tipdagi programma boshlagan chaqda danglik riyosatchilarimiz bilan rasmiy yo'sinda mush sahnada xizmat olib ketamiz. Uningni boshqa yana shundaq bir suyimlik do'stim bor. Har qitim film chiqasalam milyondan ortiq ko'rilish nuqtasi bilan bizning alayda diqqatimizni qo'zg'asa, film mazmunlariningki algi yiqishligi, korxonchilarga amaliy naf elib kelishdiki qimmati bilan bizning hurmatimizga erishib kelayotgan. U bo'lsa-mu programmamizga riyosatchilik vazifasini o'tash uchun ham shundaqla o'ziniki millionlik do'yinini bizdan aymay, hammamizning xushligimizda ana shu do'yin orqali ham barilishni xohlaydigan do'stim Mahmudjon bu programmaga alayda riyosatchilik taklif qilinibdi. Mahmudjon birodarim, sizni qizg'in qarshi olamiz. Didor g'animat. Xo'sh, Mahmudjonni so'z taklif qilib olishdan ilgari yana shundaq bir suyimli ko'p qirliq san'atkorimiz bor. Mehmetjon Ro'z Said nomi bilan atalib, uzun yillardan buyon mahorat sahnalaridagi o'zining o'zgacha talanti, qobiliyati, chivar chaqqonligi bilan e'tirof qilishimizga, qo'l qo'yishimizga erishib kelayotgan bo'lsa, naqsha, usul, aktyorlik qatorliq san'atlardagi ko'p qirliq talanti bilan ham bizning birdek yoqtirishimizga, hurmatimizga nail bo'lib kelayotgan. Albatta bu suyimli san'atkorimizni mazkur programmamizning riyosatchilik sahnasiga alayda taklif etib oldik. Navbatda Mahmudjon so'zni anglashdan ilgari cho'ng ekran orqali Mehmetjon akamning gapini bir anglab boqaylik. Bo'lamdi? Qandoqda cho'ng ekranga marhamat.
Nayt yaxshi so'zlab berdi, rahmat. Asosiyatda men bugun shu boshlash muzikasi muvaffaqiyatli qo'yilmagandilar. Ha. Şinjan Telek Meblag Silish Boshqarish Cheklik Şirkati, Şinjan Bug'ra Soda Cheklik Şirkati, Şinjan Hamra Madaniyat Tarqatish Cheklik Şirkati birlashib uyushtirgan G'azalxon programmasininki muvaffaqiyatli bo'lishini chin dilimda umid qilaman. Rahmat. Og'ina Mahmudjon. Men shu birinchi sapda o'ltagan bo'lib shu o'ttirdan o'rin olgan mayli ustozlar bo'lsin, korxonachilar bo'lsin, ziyolilar bo'lsin, hargan chaqda harduq chiqadigan insonlar deb o'ylayman-chu. Balkim bular bir qancha kun bekor qolgan vaqtida ichi tititlaydigan, taxirsizlik tuyg'usiga ega bo'lib qolgan bizningki nihoyat aldirashlikdan huzur topa oladigan suyimli kishilarimiz bo'lishi mumkin. Mushlarning qatorida do'stimiz Muhammadjon apandimnimi, Mehmetjon apandimnimi shundoq do'stimiz sanaymiz. Nimishqa degan chaqda hozir men bilsam Lubda shu asosiy qatlamda o'yin qo'yyapti. Bir qancha kun ilgari Xotanda uchrashgan vaqtimizda bir kunda 5-6 maydon o'yin qo'yyotganligini bizga uchirib bergan. Aramızda nurgun sanatkarlarımız var, nurgun dostlarımız var. Belki bir günde 1-2 meydan oyun bilenler dünyadan zarıqıp veya ki hayatın özündeki kapılıklarını eğitip, narazı buluvatkan şuna mı? Lekin mana şundaq yana suyumlik dostlarımız var. Bir günde 5-6 meydan oyununu koyup etip, yani bizge təbrikeni yollaşına unutup qalmaydigan. Şonlaşqa mana şunadek ijdahatlıq, tirişcan, yaşlıq, jasarıtı urğup durgan dostlarımızga bir çavaq berip etken bolsaq. Rahmat. Hoş. Salam mehmanlar. Bugün söz qilishni o'tdi men kep qapdim. Men hozir qarsam sizlarga tushdak bilinyapti bu men uchun. Bugungi riyosatchilardan Dilrabo adammo yana bir riyosatchimizim kep qolamay qoldi. Shunga men shularga vakolatda azroq so'z qilgan bo'lib qoldim. Men uchun mendek bir sahne yüzünü tüzüküm körüp bakmagan adam için. Lekin siz doyun yüzünü yaxşı görüvatsınız. En yaxşı görümlük programa. Bu xil sahne çıkıp bu programmaga teklif kılınışım men üçün hakikaten bir düştep qaraşqı boldu. Men kichikimden tatıplan bir artist olsam, bir çolpan bop baksam deydigan arzu ümitler bar idi. Qanday oldu ki? Bop baksam bilishim mümkün. Keyin Öydikiler sen ya doktor olsa ya advokat bolsan, ya malım bolsan deb terbiyelgende meni. Şunu ola men öydikiler üçün men yaxshi o'qishim kerakkan deb o'qigan bo'ldim. Azroq ta'lim bilan öydikilerga demay turib o'g'irliqcha ichkir to'liqdan Shanxayga o'g'irliqcha kichik vaqtlarimda imtihon belgilib berib, Shanxay yo'shandanki aktyorlikqa o'tib kelib dramaga o'qigan bo'ldim. O'qish jarayonida izchil öydikilarning menga bergan eng yaxshi madadlar bo'lsa, sen artist bo'lamaysan. Sening mijoz xaraktering tushmaydi, sening bu taqdirqo'mi tushmaydi deb izchil shunday deb keladi. Siz asli cho'nglarga mikrogilapaylar rolag'an artist bo'lamagan qizni qo'yib bergan bo'lsangiz, ularni bu ideyasidan o'zgartira oladingiz. Balkim shuni unutilib qolgan bo'lsa kerak. Javob beramdiq ya. Qoyil qilish kerak. Ha, shuning bilan Şunu olan gerçi şunda can tikip terişip okusam mı mektepte okuş bittiğinden keyin naqshçılay desem men ama uzun yıllık burun yallığım var. Şinjan'dan içkiri berip okusak köpünç aşıdan muhit ması şanmay reaksiya qilib qoldi ekan bu it. Ama rol alay desem tek yaxshi bir fursatlar ekanmidi. Usul o'ynay desem taqdirqim tushmaydi. Shunga bu qanday qilaman deb 1-2 yil tirkishib baqqan bo'ldim. Eng oxirida yanla bo'ldi men jenimni baqay deb jenimni beqish sapriga atlanib ketdim. Yaxshi beqiyapsiz lekin jonni. Balkim bundaq yaxshi fursatlar jon tikib jenimizni yaxshiroq baqa olganda kildiga o'xshaydi bizning bu qatordagilarga. Nayt rahmat. Meningcha bu qitimliq programma nayt erkin mana. Hozirdan tatib azdir ko'p tursal udarlarimiz kep qag'il turibdi. Albatta. Biz shu riyosatchi muallimlarning yetaklishida men cho'qim tordashlarni yaxshi ko'radigan turmushga yaqin chin hammanglarni bir hodiqonlarni chiqardek programma ishlab chiqarishga bir kichik kuchimni qo'shaman deb o'ylayman. Hammanglarga rahmat. Rahmat. Belki yani bazı dostlarımız konu programlarını konucu qilibdiki bizningki sayfilarimizni ko'p ko'rganligi uchun bizning bugungi suhbatimizning ajab bir jinshi ya'ni rasmiy yuzini bo'lmadi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni goyilacho'ylikqa axloq nuqtasiga yo'lib gapini bilibdi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda hayotimizni men o'ylayman tuqqanlar, do'stlar, ko'rmanlar, ekran oldidagi to'rdoshlar to'liq ko'p vaqtlarda qilibdin ma'lum bir narsada o'zimizga o'lcham bekitib olishdan ajoyib zerikdik. Bizning
o'lchamlashgan va yoki sifatlik ilib berilyotidi deb qaragan programmalarimizni nihoyatda ko'p davom etyotidi, bizga sunilyotidi. Navbatda biz Ipak yo'ldagi G'azalxon programmasida sizlarga ato qilmoqchi bo'lganimiz rohatlik, azodlik, erkinlik, ko'ngil xushligi va o'zi bo'lish. Shunlashqa men o'ylayman, mana mushu mavqeimizni nuqtamizda tushungan do'stlarimiz programmamizdan cho'qim alaydi badiiy qimmatga ega bo'la oladi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Qo'shildikmi? Qo'ymi xursand bo'ldik. Mahmudjon, bugun bizning bir dadamiz bor. Men shu dadamning o'rnida nihoyat hurmat qiladiganchi. Bu ota o'rnida hurmat qilayotgan bizning nurg'un san'atkorlarimizga tanishlik olib ketgan bu zot Shinjanxo nomi bilan atilib programmamizga mehmon bo'lib, bizga rahbarning hurmati va otining qadr-qimmati yuksakligini his qildiryapti. Shinjanxo apandim har qatam shu programmamizga hurmat bilan kelganida chiroyli tabriklar bilan. Mushu har millat san'at shaydolariga, san'at mayislariga otining yusunida beradigan o'gitlar bilan, tarbiyalar bilan, rag'batlar bilan yuragimizni to'q qiladi. Shunlashqa navbatdagi minutlarda bugungi faoliyatimizning boshlash nutqini bizga hurmatga, yoshqa, ham shundaqla izzat e'tiborga ham cho'ng sonlab kelayotgan Shinjanxo apandimdan boshlasak, ikki yig'iz gapini anglagan bo'lsak degan iltimosim bor. Shinjanxo apandimning Uyg'urchasini anglaydigan bo'lsanglar, shunda payza. Hozir bizning ko'rmanlarimizning soni qancha bo'layotgandi? Mirostiki do'stlar. Mingma? 1000 nafar do'stimiz ko'rayotib bir javob beraylik. Mikrofondan birini. Men bu vaqtda tonish olayjimi mush qozonni qaynab qolgandek turman. Hürmetlik Üzdüz Mimmenla. Yaxşımısınız? 丝绸之路歌手第一季现在开始，今天举行启动仪式，表示衷心的祝贺。丝绸之路歌手这个平台将会有很多选手参加，显示自己的才艺，为新疆各族人民带来更多的精神食粮，为文化润疆做出自己的贡献。同时，丝绸之路歌手这个平台将会引起全疆各族人民的高度关注。希望这个平台办得更好，取得更圆满成功。谢谢大家。Rahmat, yana bir qatam Shinjanxo apandimga minnatdorligimizni bildiramiz. Qadrli mehmonlar, navbatda bizningki naq maydonimizda nurg'un jibokash do'stlarimiz bevosita ko'zlayotdi. Ya'ni do'yindagi do'stlarimizga, Qo'yshovdagi do'stlarimizga salomimizni yo'llayotdi. Bo'lsa sizlar bilan birlikda mishal ozroq bir statistika qilgim kelyapti. Bevos ko'z chiqayotgan do'stlarimiz, kuychi bevosita taqib tusibsidagi do'stlarimiz bormi yo'qmi? Babos qo'linglarni bir ko'tarayotgan bo'lsanglar, kuychidagi do'stlar. Qani, ma operatorlar kuychining emasmi? Qancha odam baka bir so'rayotding ha? 3000 odammi? 3000 odam ko'rayotibdi kuychi bevosita taqib javob berayotayli. Demak, hozir 3000 odam degan bir zalga patmaydi-ku deyman. Bunda zallar hargiz patmaydi-da. Nening zalga pata qolmuratga sizcha? Daxuydan qancha odam patadi? 3000 miti? Unda bo'lsa, hozir kuychininki ko'rmanlari Daxuydan o'rlashtiryapti-qa. Undan keyin yana Mirosdan qancha odam ko'ryapti? Qancha? 300 ga tushib qoldimi? Yaqroq kelgan yo'lang bormi atrofda? Sizga signal yo'q, yo'q o'tyapsiz. 300 odam ko'ryapti. Undan boshqacha. Sizning nima? Muxtar Bug'raning dedingizmi? Ali muallimning 1500. Chavak. Biz bu yaxshi taqtiyotganlarni so'g'ib basak bo'g'idakchimi aka? Izchil. Undan boshqacha yana. Biz Tashqin sheriktiniki 300 odam ko'ryapti. Muborak bo'lsin. Yana bevos ko'z chiqayotganlar bormi yo'qmi? O yerda birisi mumkinyapti. U qiz do'sti bilan shopping qilishyaptam deya. Va xato o'ylayib, qiz do'stingiz ko'ryaptimi?
Şuda demek ki. Jibo qilyapsizlar? Ha, qiz do'stingiz bilan parancha. Muborak bo'lsin, juma baxtli bo'linglar. Davomlashtiraylik. Yana-chi? Mushunda vaqtda Samira riyasachi gapni bilasiz ishtek. Qutqizib olsangiz obtikan qilmayman gangachilikdan. Gap qil deyman. Yana-chi? Ulvitsiz bir şey adamning so'zga. Ona qo'yib qolsa birinchi qaror. Uyutib bo'lmaydigan o'xshayman juma qabullarga. Ona qo'ysa birinchi qaror G'azalxon programmasining tajdorligini olgan Şinjan Nur doktor dorigarligining qurg'uvchisi bosh lideri Nursimon xonimni bir ishga gap qilish taklif qilamdik. Rahmat. O'yo. Asli siz gap qilish qilamdik degan yerda men bo'ladi degan yerim keladi. To'g'ri aytdingiz Mahmudjon. Biz navbatda korxonchilarimizning so'ziga quloq solaylik degan yerimiz keladi asli. Qani, Nursimon aka sahnamizga rahmat. Salam, naq maydandagi barliq ustozlar, ko'rurmanlar, hammanglarga Nur doktor dorigarligidan mehrim bilan salom ep keldim. Ushbu sahnaga kelish sharafini bergan Bug'ra shirkatiga tashakkurim bo'lsin. Bu qatimliq G'azalxon programmasining hamma odamning orzusidagidek va orzusidan halqagan bir programma bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Ham shunday bo'lishiga ishonaman. Hada sizni ozroq ziyorat qilib boqaylik. Mana shu korxonchilarni ko'rsam ozroq bir narsalarni so'rg'im kelib qolgan bo'lib qolyapti-ku. Men vaqtni tejay degandim. Ya davlan nurg'un ish ketganda buningga. Endi ish ketsin, buningdan fursatimiz ko'p deb o'yladim. Endi hayot uzun musobaqa. Bo'ldi. Sizlarning shu Nur doktor deydi, sizlarning shirkatning hozir ko'pdir bir hozirgi tijorat usullarini so'rab olsak bo'lamdi. Qaysi mulozimat turlarini bor degandek mahsulot yoki. Men demsam bo'lmaydigan bir savol keldi bu, ha? Yaxshi fursat berdingiz, rahmat. Men o'zim kasbiy doktor. O'zimning kasb doirasi ichida sog'lomlik uchun kurash qilayotgan ham nurg'un kishilarning sog'lomlikni tushunishiga yetakchilik qilayotgan bir korxonachi. Mening korxonchilik qilayotganimga garchi 18 yil bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bu vaqt menga 18 kundek bilindi. Nimishqa deganda men tinimsiz tirishayapman. Ham tinimsiz tirishadiganlarga ulgu bo'layapman, ularga ham yetakchilik qilyapman. O kendilerinin hem sizlerinin şirketten kelgenler. Aqsab to'taqanlarning hammasi diyorimizning har qaysi joylaridan kelgan bizning sog'lomlik elchilari. Ham shundaqla o'zim bir qo'l yetakligan davlat tarafidan e'tirof qilinib, sog'lomlik ustasi sharafiga erishgan ozuqshunos muallimlar. Undaqda sizlarninki mush sog'lomlik sohasidagi boshqa shirkatlar bilan o'xshamaydigan afzallikinglar qaysi? Masalan, shundaq cho'ng programmani bir go'min qilaligidek bir afzallikinglar deb bering. Rahmat Abdulla ma'lum, rahmat sizga. Men o'ylayman, sog'lomlik o zo'r boylik. Biz sog'lom bo'lganda arzuni qo'g'lisha olamiz, ham arzuga yeta olamiz. Sağlam bo'lganda sağlam ideya bilan ham o'zimiz erishmoqchi bo'lgan igilikka ham erisha olamiz. Bizda ta'tirlab qolib qolmoqda. Men bunda cho'nsallarga chiqib boqmagan bir oddiy doktor. Bizda degan yerda. Sho'kaganmi? Bizda oldi bilan sağlam ideya bo'lish kerak. Ya'ni ro'yitimiz go'zal sahnalarda, mushundaq adabiyot san'atda jo'yilib turishi, pokizlanib turishi, ro'yimiz urg'ib turishi kerak. Her qanday bir kasalni davolashda oldi bilan ruhni davolaymiz. Ruh bilan davolash 80% egallasa, jismoniyatdagi kasalni davolashda biz doriga aran 20% tayinimiz. Shuning uchun men o'zim ruhni davolashni asos qilib 80% unimni qo'shib bugungi sahnaga chiqdim. Demak, G'azalxon programmasining shu ro'yatning davolash xususiyati va deb o'ylaysiz ekanda? Ashta deb o'ylayman. Ro'yatimiz ozod bo'lganda
qalbimiz suzuk bo'ladi, qilayotgan ishlarimizda natija bo'ladi. Ammo parakandachilikda bizga hech qanday foyda yo'q. Bo'ldi, rahmat sizga. Mushu programmadan keyin bizning afzalligimizni so'radingiz bayan. Bizning afzalligimiz biz oldi bilan kasalning tüp manbasi bo'lgan ozuqlik yetishmasligini asos qilib, ilmiy holatda ozuqlik to'liqlash ortiqchiligimiz bor. Uningdan boshqa jiddiy holatda kasalni qutqizishga tadbir qo'llanadigan mushu shiitchi deymiz, g'arbcha davolashni, ya'ni meditsinaning eng oliy davolash texnikasini qo'llanadigan afzalligimiz bor. Yana birisi bütün bedende tengşeydiğen alayligimiz var. Kung Fu kasalni davolashdan burun oldini elish texnik usulimiz var. Zaman taraqqiyatiga ergishib kelayotgan güzellik türümüz var. Bizning mas'uliyatlarimiz o'zimiz tadqiq qiladigan, zavodda o'zimiz ishlab chiqariladigan, bemor, hojatmanlar bilan bevosita o'zimiz uchrashadigan, iglik tiklikchilarni o'zimiz bir qo'l tarbiyalaydigan afzalligimiz var. Bo'ldi. Rahmat sizga bütün programma qatnashgan ham ko'rmanlar yuzidan sizga katta rahmatlarni bildiramiz. Rahmat sizga. Yana bir qatim alayda zo'r mablag' bilan bugungi programmamizda jumladan navbat sizlar bilan yuz ko'rish oldida turgan G'azalxon programmamizni alayda qo'lgan tojdorligini olgan Shinjong Nur doktor dorigarligiga, jumladan Nursimon xonimga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Qadrli mehmonlar, so'zlarimiz bilan, tilaklarimiz bilan, güzel niyet maqsadlarimiz bilan ham bahralanish aslida biz bugungi faoliyatimizdan ait yaxshi holatda boshlab oldik Mahmudjon. Bugun suyimli bir ustozimiz biz bilan birlikda tabassumi bilanmi bizga madadkor bo'lib, chiroyli so'zlari bilan bizga rag'bat bo'lib, huzurimizda ajoyib yarqin siyoqda o'ltiribdi. U bo'lsa-mu, to'xtang, men mush so'zini deyishdan burun bu ustoz nima? Men programmaga kelsam, men mush ustozning naq maydon aytgan naqshini anglay olayman deb bayoningiz bir xil hayajonda o'ltirib ketib borman. Boshqa o'zimga kelib kelgan manfaat bir yer tursin, naq maydon men bekorlik anglay oladigan o'xshayman debchi. Qattiq hayajonlanib ketib borman men programmada. Shuning uchun qanday qilish kerak? Taklif qilish kerak-da. Undan o'zingiz bir taklif qilib, mush hayajoningizni yana bir ko'tarib oling. Jurkons, men bu ustozni bakchiq taklif qilib ketib, hayajonlanmay hozir bu muhabbat his qilgan bo'lib qoldim. Qadrli aka, qanday olsa, Allohda kichik vaqtlarimizdan boshlab naqshlarini suyib anglaydigan Abdulla Abdurim ustozni bugun bir naqsh aytib berishga ham bir esil so'zlarni qilib berish taklif qilamdik. Ey, men hayajoningizga men so'z faqat kelmadi deychim. Aka qo'pmay turadingiz asli. Qo'pmay turing. Men qayta e'lon qilaman. Kichik vaqtimda da'timiz Abduvali sattarmikida qapdim men. Xato bo'lib qoldi bu. Özünün yaşlıq emas bütün ömür hayatını Abdunum rayonimizdan adabiyat sanat işlariga beg'ishlab, san'at asmimizdagi yo'ruq yulduz, san'at beg'imizga eng xushbiroq gul sanalgan töhbkor san'at ustozimiz Abdulla Abdurim efendimni hurmat bilan hayajonda sahnamizga taklif etamiz. Sahnamizga marhamat. Ey, marhamat. Onun yana xalqchil deganini qo'shib qo'yamiz jumarliqa. Qadrli aka. Qanday Abdulla akamning naqsiga Kulak sağaş, sözlerden birlikte bahrilayalım. Buldu. Merhamet. Mikrofon bir yeri şerpi geriştiniz mi? Vay, o işki riyasetçi bundan maqtıqıl tutsa bizni palya chiqib qo'ydi mu? Rahmat. Yaxshi qilding menimcha Nijat. Endi tajribalar ashna naq maydonda deb bersang, ustoz shogirdlik degan mana mushta ishganda deb bizmi bir riyosetchilikning ba'zi qonuniyatlarini tushunib qolgandek bo'lyapmiz ashada. Kammi yaxshi bo'lib ketdi atogin. Ota-onasi degan unda qimma balandisi unimay ashta qilib sapti emasmi bu. Endi qog'ini japatasimi ustozlardan texmi o'ginib sahnaga loyiq riyosetchi bo'lib ketdi. Biz ko'ryapmiz emasmi bu yinimizning tunji riyosetning mushu xizmatning turtkisida bizning avtonom rayonimizning cho'ng shaharlarda hatto ko'ngil etish faoliyatlari sog'lom bo'lgan murosimlar qanot yaydi hozir. Uch vaqt avarga etmang su ichib qongan bas
suğızarga etmang birde tätür bir doğum aylanar çarxing kelek köңlüňiz bolsymy eger kişiniň ýaryga kişinin yarıga etmang Siz koyup yutib. Aşnama. Kerem abasının aksını koyup yutana. Ben de oylar yerli. Pardon, mikrofonumuzun fakat çıkmaya atıdı. Hoşu mübarek olsun. Merhamet. Kuyuğa. Geçsem hazır. Yemek içmek şirketi ki şundak mı? Hemkarlaştıki asas maksatlarına. Staşla, əmmənlərinin bu vaxtı xeyirlik olsun. Mən Nigar markasının bərpa qılğıcısı, Nigar şirketlərinin qurğucusu Enver Turğun Bulumı. Şinjan Yemek İçmek Kesipçilik Şirketi 2022 yılı 9. ayda Güzel Atış diyarıga makallaştı. Bu şirketin asası bolsa 2005 yılı Aksu vilayetinin Baynayısıga kurulgan Nigar Kesbi Teraqqiyat şirketi bulup, şirketimiz kurulgan 19 yıldan bu yan yokluktan barlık gelip, kişilikten çoğuyup, bugünkü gün kelgende 3 şirket, bir hemkarlık kooperatif, bir tədqiqat ornidan tərkib tapqan mükemmel bir şirketke aylandı. Biz məhsulotlarımızı texmi əlalaşdırış, şundaqla texmi yaxşı tərəqqiyat fürsətlərinə erişiş məqsədində ötən yılı Atış şəhərinə makallaşıb, Atış şəhərinin göhürü bolğan əncürünü xaməşya qılıb bir yürüş məhsulotlarını işləb çıxırış, bazar seliş aldı turvatımız. Bu məhsulotlarımızı bazar seliş üçün İşkirdiki Boğaydaşı, Daliya Minzudaşı qatarlıq aldın qatardaki Ali məktəblərinki doktorlar bilan həmkarlaşıb, muş məhsulotlarımızın sübtini neçə baldaq yuqur götürüş, resipini özümüz tayarlaş üçün nurgun güçlərini çıxardıq. Bu yıl axırda nəhayət sübətlik bolğan, nəhayət istimalçılarımızga, şundaqlar, qaysı sahiki zatlarga yarıqıdək məhsulotlarımız bazar seliş aldı turvatıdı. Muşu vəcidin, muşu programmadaki barlıq qeyrindaşlarının, şundaqla axbarat sahəsidəki zatlarının, şundaqla oltuğan hər qaysı dost, birader, qeyrindaşlarının yakından qollab quvvetlişini səmimi ümid qılırman. Köpçək rəhmət. Bu qitim sizlərinin tuncu muşu bir televiziya programımızga gömin qılıb pul xərcləşinlər mi? Yox, biz 20 yıl burulu başlayan bu işlerni. Bu qitim qısı ən çoğu.
Eng çoğu. Eng çoğu. Nimni mahsulotlarınız var? Baya atış encüre degende qildingiz. Ondan başka mahsulotlar barmı? Biz 18 yıl avval bazağı sağan şu arpa, nohutni xameşe qilgan bir yürüyüş sağlamlık mahsulotlarımız var. O konu mahsulotlarımız davamlı çıkmadı da onu da sırt bu yıl yeniden bazağı sanmakçı boğan encürni xameşe qilgan bir yürüyüş mahsulotlar yıl ahırda bazağı sanmakçı. Bayılıqı tədqiqat orunlarımızın var degende qildingiz. Asaslıqı Şinjan'ınki yerlik her qaysı mahsulotlarını tədqiq qilib turib Şinjan'a içkiri yüzlendiriş planları var mı? Elbette. Biz atışta Şinjan Nigar yemeklik tədqiqat orunu kurup çıktık. Məxsus yüzümüzden yenci sonu kurup çıktık. Anadaki bu şu işkere ülkelerdeki dağınlık ali mekteplerinin profesörlerini özümüz yetekçi kılıp naitli ılgar boğan yukarı pen teknikideki tədqiqat grupsunu teşkillep çıktık. Bayıq encürninki mahsulotı encür murabbası mı ya başka türdeki mahsulot mu? Encürün içimdeki encür hormusu Qatarlıq 9 xil mahsulot. Endi texim tepsi sözlep etsanız pay talep kıldım azırak pay bilpesağla. Ma programla tajdarı aylandırıp etmen sözlep. Rahmet aka hoş oldu. Rahmet sizge. Keyinki yani yaxşı fırsatlarda davamlı ziyaret kılımız. Rahmet sizge. Hoş. Qadirlik Mahmudcan, suyumlik dostlar ikrar dedi ki, qadirlik görmen dostlar bugünkü faaliyetimiz nayet yaxşı devam etyapti. Növbətdə yana davamlıq toxtam həmkarlıq murasimizni tez suratda davamlaşdırmısaq, meyadısının pişib gelişinizden ensirdim cuma çıraqның astıda. Rahmet. Bek sıxke. Şinjan Tilak Məbləğsiliş Başqırı Çəklik Şirkətinin baş lideri Abdug'ini Xilil Əpəndim bilən Beyjan Taşqın Pay Kontrol Güroyu Çəklik Şirkətinin baş lideri bizden konu dostumuz izchil turda her qaysı kuzur programlarımızda qollaş pozisiyasını bildirib kelayotgan suyumlik birodarimiz Mehmet Tursun Taşqın Əpəndimni sahnimizga hurmat bilan taklif etamiz. Sahnimizga marhamat. Chiqib bo'lgan gapmi? Tizza ko'nab ketganlar bular. Taşqındagi tash deganda shu yerlam chiqib bo'ldi. Mübarek olsun. Biz iki şirketin hamkarlığının muvaffaqiyatli bo'lishini ham shundaqla adoqcha davom qilishini chin ko'nglimizdan yaxshi tilaklarimiz bilan tilash bilan birga Toshqin shirkati nomidagi turli Toshqin mahsulotlarining ham mazkur programma orqali innovativ va ko'zorni texmi yuqori bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Muborak o'g'ay. Qadrli mehmonlar, navbatda Mehmet Tursun Taşqın Əpəndimni bir ishga g'iz gap qilish taklif qilamiz. Marhamat. Mehmet Tursun Əpəndim ziyorat qilish ketmaydi. Davrdi, To'liq tayyorligi bor. Salam rahbarlar, ustozlar, urug'tuqqanlar. Hammanglarga Toshqin guruhidagi 200 dan ortiq xizmatchidan o'tliq salom, oliy ehtirom. Biz Bug'ra shirkati qurilgandan tortib hozirgacha izchil hamkorlashib kelyapmiz. Mayli Ipak yo'li sadosi programmasi bo'lsin va yoki hozir yangidan yo'l qo'yilgan G'azalxon programmasi. Albatta endi biz ma'lum bir programmani qo'llashda bir necha maqsadlarimiz bo'ldi. Korxonchilar bilan aniq biladi. Buni deyishning zaruriyati yo'q. Albatta bizning marka obraz jihatdan bo'lsin va yoki xalqqa nisbatan eng yaqin turishdiki ko'rikni intayin yaxshi ep mang'aliganlik uchun muhtarkam boshliq bu programma gruppasiga hammalarga biz cheksiz ishonamiz. Albatta yana bir yangi programma tug'ildi. Albatta bu programmaning ilgirgi programmalarga qaraganda alohida yaxshi chiqishiga ishonamiz. Şu münasebet bilan bu program bilan hamkorlashdik. Bundan keyin yana o'rtaq hamkorlashib, qo'lni-qo'l tutishmoqmiz. Rahmat ko'pchilikka. Ziyorat qilaymi, bo'ldimi? Rahmat. Xo'sh. Abdumraliq ziyorat qilishdan. Her vaqt. Qadrli do'stlar, hamkorligimiz yana sizlarning vaqtingizda davomli sahnimizda hosil bo'ladi. Navbatda yana qaysi do'stlarimiz? Şinjan Tilak Məbləğ Selish Başqurish Çəklik Şirkətinin baş lideri Abdug'ini Xilil bilan Ürümçi İşbar Bulaq Suv Çəklik Şirkətinin baş lideri Nurullah Bavudun Əpəndimni bir to'xtam tuzishga taklif qilamiz. Hamkorlik kelishimi imzolash uchun amdilekin Nurullah Əpəndimni ziyorat qilishga hargiz ruxsat yo'q. Nurullah Əpəndim bugün əslimi söz qilishqimi obraz vəkilini chiqirib söz qilg'izma degan edi. Shuning bilan Muxtar Bug'ra Əpəndim bir tarafdan, Xililkan bir tarafdan, Jililkan bir tarafdan degandek akukular birlikda ideya xizmat ishlab, bu qitimqa to'xtamning hamkorlik bo'lib olishi uchun, güzel bo'lishi uchun hamkorlikning
Nayeti testə çıxıb aldıq cuma səknəgə. 2 yığı sual sorsanız da uşudan ketiyor. Bula qoyğaç dursun. Çavaklı bəsək buludu bula. Mübarək olsun. Hem de hazırmış ustazlarımızdan koludu turuvatkan, hem şundakla sanatkarlarımızdan avazını zıl kılıvatkan, yanırak kılıvatkan bu şu içimlik sular. Yani bu bir okubayken bolsanlar şu içimlik sunun markasını aldınladı ki. Kim o? Aşağıda bir obraz vekili var mı ya vakaletsi mi? Kaşkadaki baş vakaletsi. Ayalıma. Noruz ne mi? Muzbulak. İpek ballarının obraz vekili. İpek yoludaki Muz bulak markasındaki içimliklerinki royapka çıkarıqıtısı ya. Nurullah efendim, sizni hicalat qilmaymiz. Rahmat sizga. Bir yağız gap qilasiz. Bir üttün qalayaka. Ma'no bilan cho'chitmay turatdinglar, unutib qoldi hamdi gaplarni. Eshitolmaydi. Yaxshimisilar do'stlar? Men İhbar Buloq shirkatidan Nurullah Bavdan. Bugun to'xtanglar, qaytib kelaylik. Men sizga kelgan chog'da peshonangizga hindistonlikdek chaplashib ketayotganini qarang. O'zingizmi Hindistondagi qor jamiyatdan katta boshlardek ko'rdi ekansiz aka. Bo'yningizda bir oltin zanjir bo'lib ketgan bo'lsa hozir. Pekpezmiyga bo'sh xinshin bo'lgan bo'lsa, boshliqqa xapshik, chavak. Ha. Hurmatli mehmonlar, yaxshimisizlar? Men Urumchi İhbar Buloq savdo shirkatidan Nurullah Bavdan. Şirketimiz kurulgandan bir atış Tengitağ'daki tabii bulak suyundan faydalı İpek yoldaki muz bulak ve Tengitağ barakasızlıkta tabii içimlik suyunu işlep çıkarıp ermilat istimalçılara sunduk. Biz bu kıtım birinci kara Gazalxan programısıyla hemkarlaştık. Hemkarlığımızın utuqluq bolduğanlığı işidim. Rahmat. İmla hatalığı yok okugan sözünüzde acaba hiç qandaq. Yaxşı orundaldı vazife. Yaxshi. Rahmat, chavak berayli. Qadrli do'stlar, onun sizmi? Amaliyotda bu koinotda go'yi kishilar so'z qilish uchun yaralgan, go'yi kishilar ish qilish uchun yaralgan. Go'yi kishilar so'zlarini, ishlarini, his tuyg'ularini naqshlariga putib bizga hadiya qilishga yaralgan. Hammamizning bu jamiyatda bir kishilik qadr qimmatimiz va o'zimizning yo'riq bir nuqtalarimiz bo'ladi. Go'yi akalarimiz, hadilarimiz sahnada mikrofonni tutishdan xijolat his qilib jiddiychilik topqini bilan, biroq sahna tovanida amaliyotda bizga o'xshash sahna so'zlayotgandan 10 dan 100 gacha, hatto 1000 gacha qo'lida ishiltib, shularga chiqish yo'li, turmush yo'li tepib berayotgan suyimli korxonchilarimiz sanaldi. Shunlashqa mayli sahnada ularning tabrik tilaklari qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, biz iste'molchi qo'llovchi bo'lish sifatimiz bilan ularning to'g'ri yo'lda menayotgan qadamlarining nusratlik bo'lishini topinidan tilla to'kinib bosgan izlardan gullarning unib chiqishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ishlaringlar yaxshi bo'lsin. Suvlaringlar jon suv bo'lsin, qon suv bo'lsin. Rahmat. Har kishiga yarışıp gelsin. Bizden avazlarımızda texim yanırak olsun. Qadrli mehmonlar, navbat yana davomli hamkorligimiz davomlashadi. Şinjan Tilak mablag' selish boshqarish cheklik shirkatining bosh lideri Abdug'ani Xilil akamiz bilan Abaybek Guroyi cheklik shirkatining bosh lideri Anvar Abaybek apandini bir to'xtamlashga taklif qilamiz. Nimdojik shirkat qo'lladi bu qitim? Ha, bu shirkat 16 milyon bilan ro'yobga chiqqan, ama bizning program 16 milyon ketdi. Mesela riyosatchilarning o'zlari bir sangi 20 mingdan olamiz. Oshda oldigan bu? Lekin praktikalarga pul vermaymiz. Ha, unda o'smaydi. Chiqim salji qo'yib qoldi. Shunami? Shu Nur doktorning o'zlari 12 milyon bergan programmaga. Ha, da. Chavak. Ba deb to'g'liq. Ba deb to'g'liq. Ba desak berdi. Shunami? Cho'ng narsalarni so'zlaymiz. Baribir haq hisobotimizni tekshirmagandik. Bo'ldi. Endi men Anvar apamni qanday ziyorat qilsangiz bo'laverdi. Rahmat. Aval bir salmaz yolu etti, ha? Men baymış da oğan.
Salam barlıq ustazlar, salam barlıq karxançılar. Uduqib qaldım mən. Özümüzlük fəaliyyət qılğan, gep qıla alğanda ustazların aldıda gep qılmaq titrep gitip barmaya, put qolam. Təskin, mən mənələ toğul tişinənglər. Əbeybə Guroyum şu 9 yıldan boyan görüm boyumları sahasında izchil bir xil royalətni saqlab kelyatqan karxanalarning birisi. Şu Gazalxon programmasi bi Tıxımın markimizni culanlandırgan yaxşı bir sorun hazırlap bəgindən Çin qalbimizdən, şirketimiz namıdan rəhmətimizi etimiz. İkinci qaradı ki Gazalxon programmasının taydarlığını biz alımız. Rəhmət. Boldu. Boldu. Bəgi git şeyli hadi. Allah rahmet. Muş Gazalxon programmasi yeni bir xitim minnettarlığımı bildirme. Rahmet hammalarga. Demek bundan keyinki muhtarkamның programmalarını aka keler yıl nim program işleysiz dep aldın yardım verip koygaç olsak ösüp mü kaldı gaç olup kalamdı ha? Siz bay diginiz keler yılını esmen değişip koygan. Bana paydasıga bersiniz bermen demekçi mi ya? Keler qitimli Gazalxon programmasiga müşahidimiz koygan bağdan aşırıp koyuş şenç var mı? Bah, 200% şenç bah. Oğal vala. Vay. 6 milyon bir qitim. 6 milyon iki qitim. 6 milyon iki yarım qitim ha. 7 milyon da. Badok. Hadi. İpek yolunu alımız. Çak. Hemen daha sağlık veriyteyle ya mübarek olsun. Rahmet. Muhtarkam şundaq şirketler tajdarlıqını kim artıq qılıb paydası çıxıb qaz setivəs meyli mi? Hazırca bulmaydı o şunda mı? Bu kontrol qılımız bağa cəhətdən. Peki aldığın şərti hazırca cümü? Maqiyyətin bulmaydı ki, ikinci sandı bulduğu oxşaydı. Buludu. Oy boldu. Hazırçı bu alaydı 5. derecede əptusun. Boldu, rəhmət sizlərə. Demək, muşu programınınki keler qitimlik sanının mı nəhayət yaxşı çıxırğanlıqı. Birinci sanı qoyulmadı dedik, tatmadıq ki, keyinki sanını alıman deganlikki muhtarkamınınki televiziya programları bolğan yüksek işençni şunu asaq buludu. Muşunda qulluğunlarga karxançılarning hamda necha yillardan buyon har xil qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. Hammamiz mush karxançılarning ishi yaxshi bo'lib ketgan deb kuchavatimiz. Mushu darajada yana adabiyot san'atlarimizni qulluğunlardan to'limi suyundik, to'lim faxrlandik. Ishkilanlarga bir qattiq chavak yangitib o'taylik. Rahmat. Ma'lum? Ma'lum Bekçik, meni ustoz desangiz bo'ldi. Ustoz. Rahmat, yana bir qitim. Amaliyat mundaq, Mahmudjon. Haqiqatan bir programning muvaffaqiyatli ro'yobga ilinishi mana shuningdek birla emas bir qancha korxonalarning barmoq debdi barmoqqa do'stim, biz birlasak bo'limiz mushtum degan so'zning hikmatiga o'xshash birga hamkorlashi, bir sap turishi, shunaqla bir yoqidan bosh, bir yoqdan qo'l chiqarib, tang qo'llashi bilan ro'yobga chiqadi. Albatta mayli İpek Yolu Sadası programmasi bo'lsin va yoki İpek Yolidagi Gazalxon programmasi bo'lsin, shaxsan mening bilishimcha qo'llagan shirkatlar orasida ixtilofli shirkatlar yo'q. Bir-birisining manfaatiga ta'sir yetkazadigan shirkatlar yo'q. Bir-birisi bilan qandaqdir o'pma o'xshash bir turdagi mahsulotni tarkibidan unimigacha o'xshash ishlab qo'yganligi uchun bozorda keskin raqobatlashayotgan shirkatlar yo'q. Ular bir-birisiga qo'llovchi bo'lyotdi. Go'yi ichimliklar san'atkorlarimizning, cho'lponlarimizning yanida ularga ussuzlik bo'lib, o'zining shuhratini namoyon qilsa, yana ba'zi kiyim-kechaklar bizning qaltis xonim qizlarimizning ustida julalanib, ularga texmi rang va husn qo'shyotdi. Ba'zi girim buyumlari bizningki mayli er va yoki ayol san'atkorlarimizning yuzini nurlantirayotgan bo'lsa, yana o'xshamagan turdagi boshqa qo'llovchilarimiz o'z sohasini nihoyat
yenik holatda yoki yumshoq holatda sahnamiz bilan jug'urib o'zining bozor qiymatini oshiryotidi. Shunlashqa men o'ylayman, bizning bundan keyin hamkorliklarimizni shirkatlar cho'qim mazkur programmalarimizdan texmi yaxshi bo'lgan ustunlik va e'lon qiymatiga ega bo'la oladi. Yana bir qatim mayli tojdorlik bo'lsin, strategik hamkorlik bo'lsin, alohida talab qilish va alohida qo'llash bo'lsin, jumladan bizga mehmon va sohibxon bo'layotgan barcha suyimli do'stlarimizga egilib turib programma nomidan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Qadrli do'stlar, mana bizning bugungi programmamiz yaxshi yo'sinda davom etyapti. Jumladan bugungi programma qo'zg'atish marosimimiz korxonchilarimizning mardona holatda kelar qitimi manba davomli men hamroh deydigan va'dalar bilan o'zining qimmatini yorityapti. Yurak to'qliqiga erishyapti. Hayotimizda seni men suyman jinim degan so'zlarni ajoyib ko'p angladik. Biroq uningdimi qimmatli bir so'z bor ekanki, sening har vaqt yiningda manba degan bu so'z bizga hayotdagi hamrohning muhim ekanligini, do'stlikning qimmatini, hamkorlikning ulug'ligini his qildiryapti. Har vaqt yiningda manba deb yashayotgan suyimli do'stlarimizga minnatdorligimizni bildirish bilan birga Muxtar Bug'ra apandimning jumladan Tilak shirkatining har vaqt yinda bo'layotgan korxonchilarga tashakkurimizni Muxtar Bug'ra apandim ig'izdan anglash uchun sahnimizga hurmat bilan taklif etamiz. Qani Muxtar aka, sahnimizga marhamat. Marhamat. Vay. Buraderler. Onda qılayla. Pek təsirinib gitip barma. Ma programma asas cihetten qozgılıp boldu dep qardım. Hem Allah köptün köp rahmet. Salam qarindaşlar. İpek Yolu Sadası programması 2014 yılı yolu qoyulgan. Yol qoyulgandan başlap yeningdi menba deb turvatkan şu Abdullah inimdek ve Abdullah'dek qarindaşlarım meni intayin manevi cihette qo'llab keldi. Hozirgacha men Abdullah muşu çırağın yoğurtup bir batkan varis muşu çıraqçı. Üçümüzde kaldık. Kolunu kol tutuşup gelip batkan. Başkalar almışıp tuğdu. Ustazlar almışıp gitti. Hizmetçiler almışıp tuğdu. Lakin muş üçümüz izcil muş işini kıp gelip batımız. Şuna aldı bilen muşu yeningdi menba deb turvatkan qarindishim Abdullah Abdurrahimga chin yuragimdan rahmat aytaman. Perda aqıstı üntünsiz japa chekib kelayotgan varis qarindishimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Yana shu ustida ishlatdi o inim. Mana shuningdan beri biz Yipek Yo'li sadasi markasi aslida ancha-muncha ish qilib kelyapmiz. Bu jarayonda biz faqat nima qildik degan vaqtda Bug'ra shirkati ko'rgilik rol o'ynab berdik. Iqtisodiy qanotni ma'naviy qanotga ulab berdik. Iqtisodiy jihatda mana bugungi mushada o'tgan Nur doktor qatorliq iqtisod sipida bu sistemini eng mükemmel turg'izayotgan iqtisodshunoslar bizni intayin qattiq qo'llab berdi. Boya chaqchaq bo'ldi. Mush programmalarga xaridor bo'ldi, xaridor chiqdi. Xaridoring bo'lmasa zibolig'ing ne kerak debdikan. Mushul bo'lmagan bo'lsa bizning zibolig'imiz tayinliqdi. Yaman tez, bek tez. Mushu bir mezgil bizning iqtisodimiz uzilib ketib qoldi. Mushu hatta mashina mukofot beramiz deb mashina mukofotini keyin susab qolgan,
ustozlarning haqqini berolmagan, mushunda avvallar bizning oldimizda bo'ldi. Bu nima degan vaqtda hamma ish ravon bo'lmaydi ekan qarindoshlar. Bayamqi to'xtam tuzishlar balkim ya ras to'xtam tuzilgan bo'lishi mumkin. Va yoki sal ko'ptirib o'tgan bo'lishimiz mumkin. Lekin dardimizni o'zimiz bilamiz. Dardimizni o'zimiz bilamiz. Chunki rasm degan vaqtda bizmo madaniyat korxonasi. Ipak yo'li sadosi programmasi bizningki koni markamiz va koni mas'uliyatimiz bo'lgan bo'lsa, bu qitimqi G'azalxon programmamiz bizning yangi mas'uliyatimiz. Yangi tur, bugungi kuni biz yangi tur e'lon qilish yig'ini desak bo'ldi. Mushu yangi turimizni Nur doktor doğrugarligi Atush mushu enjirni asas qilgan Anvarjonninki shirkati, Tashqin Goroyi, Nurullahninki Ipak yo'ldagi Muzbuloq, Anvarjonninki Abaybek Goroyi qatorliq mush shirkatlar mejlisni urib turib bizni qo'lladi. Men mush munosabati bilan sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Uningdan keyin sahna ahamiyati bor. Ammo sahnaga liq to'shadigan o'zining haqiqiy ajrini bizga oymayotgan o'ng qanotdagi mushu Abdulla Abduriyim, Xalmurat Umar qatorli qarindoshlarimning boshchiligidagi mushu oldingi safdagi bizning san'atkorlarga chin yuragimdan rahmat aytaman. Mana mushular bo'lganligi uchun rahmat qizim. Mushular bo'lganligi uchun bizning sahnalarimiz quruq qolmayotdi. Bir-birimizni mushunda shart qilib mangdigan zamonken, dunyoken bu. Meningki gapim asosan tugab bo'ldi. Nima degan vaqtda boya G'azalxon programmasininki xarakterini, sistemasini Nijat inim nihoyat yaxshi tushundiydi. Men bir gapni qilay, G'azalxon programmasi yoshlarning programmasi. Bu programma yoshlik kuchi bilan, shijoati bilan cho'qim eng yaxshi holatga chiqadi deb qaraymiz. Biz bu qitim qarindishim Abdulla Abduriyimni, Xalmurat Umarni, bu ikki qarindishimizni mush programmaga alayda tekliflik riyosetchi qatori teklif qildik. Bu ikki qarindishimni qizg'in qarshi olaman. Qana ayliqi qog'ini. Ma bizning riyosetchilarimiz Nijat Vali Yaqub, Mehmetcan Ruhsayed, Nadira, Dilraba, Mahmudjon qatorliq 5 riyosetchimiz bu qitim o'z iqtidorini mushu sahnamiz orqali ifodalaydi. Uningdan boshqa eliqi mana bu Mevlan Memtimen, Adile Sidiq, Kamil Celil, Hazreteli qatorliq bizning san'atkorlarimiz mushu sahnamizda parvoz qildi. Mush bu san'atkorlarninki ismini bir-birlab atsak nurg'a vaqt ketadi. Mush resimda bor va yo'q san'atkorlarimizninki Ipak yo'liga munosabatli bo'lsinlar. Biz mushu sahnamizda bularni yuragimiz bilan taklif qilamiz. Yuragimizga dastlab o'tib, mush sahnamizni nurlantirishini chin dilimizda umid qilamiz. Endi meningmi gelim sal qurishga başladı. Mana bir ikki dasti gul bersanglar men sahnadan chiqib qolay. Rahmat qizim. Men yana gap qilsam bo'lar o'xshamdi xidi. Jim turdi bular. Rahmat. Abiyaman qandaq chilishni o'rgatgan chavakni? Yaraysizlar do'stlar. Qadrli mehmonlar. Ma'qul.
Şu mən şu yerini dep berey degan. Özünüz erkin program bolsun degan go. Qani undası güldəstlərini bir berib alsın, ha, mərhəmət. Rahmat. Minnətdarlıq bilan, mehr muhabbət bilan, həmkarlıq və dostluq bilan, işenç bilan başlanğan İpek yolidagi G'azalxon programmamiz do'stlarimizning ishtirok qilishi, suyimli san'atkorlarimizning Tianshanning janub va shimolidan bu G'azalxon beg'imizga uchib kelishi bilan cho'qim o'zining qimmatini, o'zining yaxshi bo'lgan ko'rish nuqtasini qayta javlan qildirdi deb o'ylaymiz. Ham shundaqla buningga to'lib toshgan ishonchimiz bor. Qadrli do'stlar, yana shundaq bir aziz mehmonimiz biz uchun xushluq beg'ishlab, bizning ro'yimizni ko'tarangi qilib, ko'nglimizni to'q qilib, mana biz bilan yuzma-yuz qarashib o'tiribdi. U bo'lsa-mu, izchil turda programmamizni qo'llab kelayotgan, ham shundaqla navbatdagi programmamizga alohida takliflik riyosatchi nomi bilan chaqirilgan suyimli san'atkorimiz, cho'lponimiz Xalmurod apandim. Xalmurod aka, ijozat bo'lsa o'sha sahnaga sizni taklif etib olgan bo'lsam, bu taklif etishga do'stlarimizning qiyoqas cho'qqonlari bo'lsa deydigan ehtiyojimiz bor. Kim chavaqchamogan bo'lsa ko'ranmayotdi deymiz, ha? Hasad qilyotdi deymiz, ha? Yaxshi. Yaraydi. Ha? Men sahnaning ustida. Men kecha chavaqchalayman akamga. Didar G'animat aka. Xush keldingiz. Salom. Aziz qarindoshlar. G'azalxon programmamizni qo'llab kelgan. İpek yolu programmasini hozirgacha qo'llab kelayotgan. Chapakash inillar, singillar, minglarning bugungi har kundagi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Rahmat. Bunda jiq adamning oldida paran qilmaganimga xeyli vaqtlar o'tib ketdi. Bir 100 yillar o'tib qoldim ki tomoshabin ko'migini. Yomon chiroyli o'tiribsizlar, mo'min payizga. Qanday qo'y avolinglar. Vay birdan turaman mashada. Yaman tomoshabinni bak sig'inib ketdim ki. Yaman chiroyli turdi ekan, bunda jiq tomoshabin boyadi. Bunda bir gaplarni qilib tursinmi? Og'zimiz gapga kelmaydigan bo'lib ketdi hozir. Tayyoq qilib debchu meni. Bak yaxshi bo'pti. Bugun G'azalxon programmasiga takliflik riyosatchi degan taklifni topshirib olgandan keyin shunda qo'shildim. Buningga Abdulla Ag'inam bilan birlikda programmani bitish, qizitish ishlarida cho'qim tegishlik payzimizni chiqara olaymiz deb ishonaman o'zimga. Buningga cho'qim yaxshi bo'ldi. Bu shu munosabat bilan yana o'zimning xo'shligini ifodalash uchun o'shada o'tirgan barliq qor ko'zlarga xumo ko'zlar degan naqshni aytib beray. Rahmat. To'xtab tura. Qo'ymay tura, qo'y. 音乐的声音放大一点啊，老师。会呀。Büyüdürdü bu canni bu tohuma gözler Acep büyüdürdü bu canni Yık koygan lava gözler Şigeçin muhabbetli
Kanmayman, kanmayman. Qılayman o gazel xanni. Seni güylep nava gözle, gözle. Rahmat. Ey diye yer keldim şerge. Rahmat aka. Xursand bo'ldik. Xush ovozingizni, chiroyli so'zlar sizga. Qadrli mehmonlar, Xalmurat aka bek shiroq ketmasangiz hozir sizni yana chaqiramiz bu sahnaga. Endi usul o'ynaydigan yerga keldi. Qadrli mehmonlar, navbatda mana shu ustozlarimizdan oltin qaychilarni ilib, bizning guvohligimizda qizil lentalarni kesishi bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklik sherikti Şinjan bug'ra kesish marosimini hozir tamomlaymiz. Qani chiroyli xon-qizlar sahnamizga marhamat. Inshaalloh shu yingi shisha. Navbatda qizil lentalarni kesib berishga bugun alohida taklif bilan huzurimizga yetib kelgan Şinjanxo apandimni, Muxtar Bug'ra apandim, Abdulla Abdurim apandim, Xalmurat Umar apandim, Nur doktor, onun boshqa suyimlik yo'ldoshi Mamatjon apandim, Parizat G'ani xon-qiz, Abdug'ani apandim, sahnamizga marhamat. Muzika, rahmat. Hoş geldinler hürmetli mehmanlar, aziz dostlar. Suyumlik rehberler. Sizlerning hamrohligingizda navbatda oltin aychilarda lentlarimizni kesib olmoqchimiz. Qadrli do'stlar, unda bo'lsa Bishak turib beraman. Ana ovoz yaxshimi? Bo'ldi, unda bo'lsa barliq do'stlarimiz navbatda ta'tir sanoq men bilan birlikda 10 ni sanab bersanglar. 10 9 Mübarek olsun. Birinci karar G'azalxon programmasının muvaffaqiyatlik başlanğanlığını qizg'in qutlaymiz. Hem shunaqla her saha, her kasbdagi zotlarning alayda oltin qaychilar bilan bizning muborak minutlarimizga guvoh bo'lganligiga tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Qani bir parcha xotir suratga tortib olsanglar. Mushu Nursimon xonimning faxrlik o'g'li bir parcha suratni o'ttirdim bir tortib olsa. Muşu sanatkarlar özünün 8 arqılıq bizgi tonutqan. Ben muhtarkamnınki bu program şunlarını hemmemiz şimdinimizsin ümit qılmız. Pajdarlıqını ağan alaydı qollıq. Rahmat. Özü güzel, sözü güzel Parizat G'ani xanım. Bugün Şinjan Paridio Sodichaklik şirketiga jumladan Paridio orqali mana shu programlarimizni yaxshi ko'rib kelayotgan suyimli do'stlarimizga vakolatchilarga vakolatan alayda etib kelibdi hamda o'zining til bayonlarini bizga izhor qilganligidan xursand bo'ldik. Albatta, joy-joylarda etib kelgan har bir korxonachi, har bir qo'llovchi bizga nisbatan aziz mehmon sanaldi. Sizlar bo'lganliginglar uchun yuragimiz to'q, sizlar bo'lganliginglar uchun qadamlarimiz texmi bardam bo'lyapti. Tashakkurimizni bildirib, yana bir qatam Parizat xonimga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Qadrli do'stlar, albatta navbatdagi minutlarda yana davomli programma taraf mas'ullarining so'zini anglashga ehtiyojimiz bor. Hayajon ilikida Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish shirkatining bosh lideri Abdug'ani Xilil apandimni ishga kalima so'z qilishga, shirkatga vakolatan programma haqida bizga izohat berishga taklif etamiz. Abdug'ani apandim, sahnamizga marhamat.
Salam aziz mehmonlar, ekran oldida ko'rmanlar. Asli men gap qilmasam bo'ladi, bizdamda tugman bayadi, yog'inchoqdan nemishi degan gap bor. Programma uyushtirg'ish tarafga vakolatan men bir necha gap qilay. Biz Şinjan Buğra alt qarar ishlab xalq ommasының yoqtirib ko'rishiga va qizg'in olqishiga erishgan yaxshi bir ko'zir programmaga aylantirdik. Bu jarayonda bizga 500 dan ortiq mayir qatnashib o'z talantini joriy qildirishga biz sharoit yoki sahna yaratib berdik. 50 dan ortiq kuchli naqshlarning barpo bo'lib chiqishiga asos oldik. Shuning bilan birga biz isil mahsulotlarni voyaga yetkazib, unumli tashviq qildik. Ham mushu tashviqotni ishlaydigan bir cho'ng sahnaga aylandik. Bu natijalarni oldingi alt qarar programmadagi barliq ustozlarning ajr mehnatidan riyosatchi, nazoratchi, rejissor, bog'lovchi, mutaxassislar, qatnashchi mayirlarning aktiv qatnashishi, shundaqla har qaysi shirkat korxonalarning iqtisodiy jihatdan qo'llashidan va yaqindan yordam berishdan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Men mushu munosabatdan foydalanib, barliq ustozlarga, programma qatnashgan mayirlarga, xizmatchi xodimlarga, hamkorlashgan shirkat korxonalarga, shundaqla programmani taqishga yordamlashgan barliq taratqularga samimiy rahmatimizni bildiraman. Rahmat. Biz İpek Yolu sadasidagi nurliq cho'lponlarni texmi julalandirish, rayonimiz tavasidagi xush ovozlarga o'z talantini namoyon qilishga yanim bir baldaq yuqori sahna hozirlab berish maqsadida Şinjan Tilak mablag' selish boshqarish sheklik shirkati, Şinjan Buğra Soda sheklik shirkati, Şinjan Hamra madaniyat taqi sheklik shirkati birlashib, yangidan G'azalxon programmasini ishlab taqatmoqchi. Bu programma sahnasining musobaqa, raqobat sahnasi emas, balki yangi davr Şinjandagi har millat xalqining arzu armonlarini aks ettiradigan inoqlik, ittifoqlik sahnasi, mehr muhabbat sahnasi, o'zaro tushunish, o'zaro ishonish, o'zaro qo'llash sahnasi bo'lganligiga cheksiz ishonamiz. Bu qatim biz Şinjan Nur Doktor Doğrugerligi bilan birinchi qarar programmaning tojdorligini baya ko'pchilikning guvohligi bilan kelishimnoma imzoladik. Ham bu qo'zg'atish yig'inini eshib turibmiz. Buningdan boshqa Şinjan Nigar yemek-ichmak sheklik shirkati, Beijing Tashqin pay kontrol guruhi sheklik shirkati, Ürümçi İşbarbulaq Soğut sheklik shirkati, Abaybek guruhi sheklik shirkati qatorliq shirkatlarmi har qaysi ilan o'rinlarida biz bilan hamkorlashdi. Biz birinchi qarar Nur Doktor G'azalxon programmasini barliq xodimlarning o'rtaq tirishchanligida har qaysi hamkorlashuvchi korxona shirkatlarining yaxshi hamkorligida aktiv energiya taqib, asosiy iqlimni gavlandirib, her millet xalqining vatanparvarlik ro'yi, millatlar ittifoqlik ro'yi, yangi davr ro'yi, yoshlar ro'yi, sotsialistik madaniyat qarashini gavlandirib, texmi yaxshi ishlab, her millat xalqiga isil so'g'i sifatida tarqatishimiz. Rayonimiz ish sirtidagi talantli yoshlarni programmaga qatnashishga biz bilan ilgari hamkorlashgan, hozir hamkorlashayotgan, ham buningdan keyin hamkorlash arzusi bo'layotgan korxonachi do'stlarni qizg'in qarshi olamiz. Hammalarning teniga salomatlik, turmushiga baxt, ishlariga, ish ovqatlariga omad tilayman. Rahmat.
hurmatli mehmonlar hamsa, biz aslida Odila Sidiq adam bugungi faoliyatga cho'qim kelish taklifini bildirgan, lekin bugun qulay so'qqanlik uchun kelamay qoldi. Men hamda bizning ustozdek bek tafsiliy tanishtirib olmaydi ekanman. Men hamda 10-15 yil ichkarida yashab qilish tufaylidan hamda o'rganyapman, hamda ko'rib turibsizlar. Hamda men naqshchilarning ichida mening qo'limga tushib qolsanglar, sizlarning ta'rifinglarni to'liq qila olmaydi ekanman. Lekin bizning ustozning qo'liga ta'lim olib qolsa, ustoz tanishtirdi, ajoyib ta'rifinglar bilan achqidiga o'xshaydi. Lekin mening qo'lim tushib qolsanglar, men azroq ziyoratlar achqay. Unda qo'sa Odila Sidiq qadimizdan azroq tabrik so'zi var ekan, bir anglab o'taylik avalamsa. Ekran oldidagi muhtaram ustozlar, kasbdoshlar, yaxshimisizlar? Men naqshchi do'stimlar Odila Sidiq. Bugungi faoliyatga o'z qadamim bilan qatnashganligimdan intayin afsuslanayapman. Mushu G'uljida azroq xizmat munosabati bilan o'zim qatnashamay qoldim, lekin mushu Ipak Yo'li sadasi programmasi bayrog'i ostidagi G'azalxon programmasiniki uninki ishtiroki to'ximi o'ngishli bo'lishini umid qilaman, go'zal natijalarni qazonishini umid qilaman. Ham o'zim bir kishilik kuch qo'shiman, hammalarning tiniga salomatlik, xizmatlaringizga qutlug' tilayman. Xayr xo'sh. Rahmat Odila Sidiq qadamga. Unda xo'p qolsa, Ipak Yo'li sadasining chempioni hozirgi yoshlarimiz nayt erkak ovoz deb maqtaydigan, ta'riflaydigan Kamil Jililni bir sahnimizga taklif qilib olaylik. Men bir ikki qiz gap qildirib olay. Marhamat. Salom. Ha, haqiqiy erkak ovozga. Yana bir to'yroq deb beraymi? Bu yangi Ipak Yo'li sahnasi boshlanganda siz chiqqan eng cho'ng sahna shumi? Shunday. Men chiqqan eng cho'ng sahna mushuchu, hozir shucha qanday bo'lgan ikkimiz bir deyishib olaylik. Mening shiqmish putim bunda titraydi, tutama, bir soat titragan mening putim. Xo'sh. Ben ziyaret qilamdan, siz meni ziyaret qilamsiz. Bo'lmasa o'zim chiqib kutaman ishga hozir. Xalmuratgan birga qilib meni narimdan titirg'ini izlayapman hozir. Aytibapti, ko'rsatmaydi. Nechlik vaqt bo'ldi mush titrash to'xtag'ili? Ya men burundan titirmaydim, lekin mushani chiqsam titraydigan bo'lib qolib, tushib ketgandan keyin o'ngshilib qoldim men. Hozir titirmaydigan bo'ldim. Unda bo'lsa menga yana bir hafta 10 kun qolib qoldi ekan titrash. Nijat ma'lumni yaxshi ustozsiz titirmaydigan qiladi deb o'zi gapirib qoldik tarbiylar. Bo'ldi. Men shu tarafda izlanay. Bugun qanday sovg'atlar bor? Hem de atışlıklar, hem de maddi soğugat bilemeyiz, manevi soğutumuz var bir de hem de. Atışlık dostlarımızda soğugat soğuğu da olan kamdaş. Yemin akşılar bana da bir tüketip. Benim micazım yok, ona üstü bir gelsin. Hazır azrak tekniklik mesele görülüptü. 2 minut yanırat kulağını uçurup, tanışaş basqıç elip verildik ya. Dostlar bir toğır düşünüp doğan bolsa. Anğıçılık, müşahede bir 2 minut müziklerini bir tayarlap dursanlar adaş. Man kelgen deryanın suyum toxtaydı emasmi? Lekin sanki yani iqim bo'lib keldigan yerlar bor. Rahmat. Feyze. Kemmay bir kez kelkuk kelganda keladi adash. Qadrli do'stlar, davos hozir musiqalarma yanrat qilgan azroq tanishmoqchilik 2 minut aramlagan vaqtimizga bu mezgilda hozir bevos ko'z tushdi. Do'stlarimiz bevos ko'z chiqilyapsizlar do'stlar, shundaymi? Qancha odam bor? 1000 odam bormi? Bir chavak berib aytaylik, rahmat. Undan boshqa yana-chi? Sizlar bir tarafga bunda muqim tiklab qo'ysangiz 30 dan oshmadi qachon? Ha? 500 ha. Tiklab qo'yib 500 bo'lsa azroq men qo'ysangiz 5000 oldi-chi? Men yaqroq o'tib qolamiz sizga. 500 odamga bir chavak berib aytaylik. Sizlarni-chi? 700 nafar do'stimiz kelib o'tibdi. 700 nafar do'stimizga salom, hozir sizlarni ko'rayotganinglar. Ipak Yo'li G'azalxon programmamizdagi programma qo'zg'atish murosimi sizlar ko'rgandek bir-biridan katta san'atkorlarimiz, o'limalarimiz, har soha orkestr ustozlarimiz, har millat ko'rmanlarimiz bugun naq maydonimizga yetib keldi. Yillardan buyon yuqum sababidan biz naq maydonga tomoshabinlarni bevosita ko'plab taklif qilish imtiyoziga, fursatiga ega bo'lolmagan. Bugun sizlar bilan jup-jup qora ko'zlar bilan yaqin oraliqda turib, eng qizg'in kayfiyatda xushluqimizdan ham bahrilanishmi, albatta sahnada xizmat qiluvchiga nisbatan ajoyib bir ro'yi ozuq va kayfiyat ko'tarangulik ato qildi ekan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Bo'lsa, mushu endi men qaratmaymish ko'rinishlarni do'stlarimlar bir qartib o'tgan bo'lsanglar, shu 700 degan minglagan
5 minglagan dostlarımız körürmenlerimizni bir körüp asına, kollarınlarını planlatıp ekranlıdaki dostlarga bir salımınlarını berip assanlar. Rahmet sizlerge. 1 minut tutsun. 1 minut öçürtülemse mikrofonu. 1 minut? Amsa öçürtüp tutup amsa sizler çidon alaykum şoyşa.
Karxanç ustazlar, kasıptaş akalar, dost birodarlar, hammalarning arjavati xayrlik bo'lsin. Kamil Jalildan hammalar yelib turib salomlar bo'lsin. Yengshog'im qaytib ushlab ochiqqa o'xshaydi. Bugun ustozlar bilan kasıptaşlar bilan birlikda İpek Yolu G'azalxon programmasining qo'zg'atish marosimida shu yerga chiqib shikayat qilib bir naqsh etish fursatiga erishganligimdan shaxsan men intayin xursand bo'ldim. Nima ish qilganda Abayınız cık deyilip ötті, İpek Yolu sadasından ibaret bu çoğun program arkalık men qatarlıq müşahede otağın nurgun dost birodar inle tavılınıp bana hazırlık kilovatımız yani şunun arasında şunun kanaat kılmay yani şu keynimizdeki ekranda yani bir kişilik orun ağalıkımızda intayin xursand biz. Abayınız teşhis durup deyiştik. Sen bu G'azalxon başlanıştın burullam tajdarlık talışıp gitip bardı. Üçüncü qaranın eliş tegmeyen şeyde biz şu İpek Yolu G'azalxon programması biz naqshçılığı birleşip dördüncü qaranın tajdarlığını biz alsak olamı deyişip kaldık. Çünkü Muhtar Buğra ustazdan bir gip kulak tuyunda hazırgıça men naayet ustu lemmuke programmacı dep qaraydı çö özüne. Çünkü hazırgıça bütün programını muvaffaqiyetli gelip bağaçqa muş Karxanç ustazlığımı şunun işengechke bas talışıp gitip bağa yeri ba. Hem nurgun programmalar buladı da bir-iki samlarla to'xtab qolayotgan. Menimcha İpek Yolu G'azalxon programmasi 100 songa bormisimi? Hechimiz 120 songa bor deb o'ylaymiz. Chunki nurgun naqsh yigitlarimiz ba unda bo'lsa ben hozir ustoz Muhtar Buğra tekstga ishlangan inim G'ujumat Qurban ijodiyati bilan bag'rimda qol deydigan bir naqsham bor. Shu naqshni urlab beraman unda bo'lsa. Yoqtirib qo'yinglarni umid qilaman. Rahmat. O. Banda naqsh etqini bo'ladimi? Boshing daydi ama. Hey! Chavash deb qo'ymadan men kelganda. Hop! Ko'zim tushdi eng avval yurakni qilding qamal. Qolmadi boshqa amal. Bağrımda kal kal gözüm düştü en aval yürekini kıldın kamal kalmadı başka amal bağrımda kal kal rastla beni süyemsiz deysen başka kızga karamsız deysen kündü künde bekvayım yeysen yetmegin yar
yar bağrımdı kal 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 bağrımdı kal kal Aha. Için kalbim kırmaz Bağrım takar bir sağınla khas Gururumdın kılay iltimas Ketmegin ya bağrımda kalkan Tüm turğının xatarlik sual Candı söygün yepişti derhal en büyük vısal Ketmegin yar bağrımda kal Tüm turğının xatarlik sual Candı söygün yepişti derhal Ketmeslik mu en büyük vısal Ketmegin yar bağrımda kal 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 bağrımda kal kal Ketmegin yar bağrımda kal kal Üzüm düştü en aval yürekni kıldın kamal Kalmadı başka amal bağrımda kal kal Üzüm düştü en aval yürekni kıldın kamal Kalmadı başka amal bağrımda kal kal Rahmet. Hop ha. Rahmet. Rahmet. Kadir asmanda yıldız bulup çaknaydı. Şulanın qatarda yana çıraqlab özünün yeni yaşı muhabbetiga qalb izharini, aşıqlıq söygüsüne dil bayanını izhar qilib, hammamizning diltarimizni chekkan bo'ldi. Ne ustozlar, riyosetchilar nayt yaxshi so'zlar bilan ta'riflab o'tdi. Mening so'zim yana o'xshab qolmasin. Mening shu yaqin qurda san'atkor do'stlarimningki yaxshi nadir bo'lgan naqshalarni shu san'at G'azalxon programmasiga ekilib, shu G'azalxon programmasiga hamkorlashuvchilarningki nomini bütün Şinjan'ın aşı ücür kış operasyonlarını Çin dilimde ümit kılımı. Rahmet. Rahmet. Onda olsa sizlerinin ali hürmetinler için yani ben yeni bir nakşamını o bolsama ustazımız Muhtar Boğra teksti inim Muradil Abdusalam akort bilen Ah Leyli degan bir usulluq kuyimni ep geldim sizlerge. Mümkün bolsa Xaliq Allah Sulan eşki bulamdı, bulmamdı. Sizler için. Merhamet. Hey! Şerigimge kaçılap, sulu oldum işkimle. Şerigimge kaçılap, sulu oldum işkimle. Taşlı ettim aç kuşta, kirgizmeymen hiç kimle. Taşlı ettim aç kuşta, kirgizmeymen hiç kimle. Sen neydin selilen ya, esledillah belen ya. Sen neydin selilen ya,
Essedillah belaya Dolkun çaştır sanem ya Ak leylidek beden ya Dolkun çaştır sanem ya Ak leylidek beden ya Ak leylidek ak sen Abbastek bak sen Kırdanım sen tak sen Vay tak sen Ak leylidek ak sen Abbastek bak sen Gülber gidek nazik yummak sen Hey! Hay! Hop! Yeah, hey! Gül isminin tarihi Sönüp ketken tütamga Gül isminin tarihi Sönüp ketken tütamga Bir karışım yürekке Şun besilganın tamga Bir karışım yürekке Şun besilganın tamga Ahvelidek ak sen, Abbastek bak sen Kırdanım sen tak sen, vay tak sen Ahvelidek ak sen, Abbastek bak sen Gülber gidek nazik yummak sen Hey! 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 Hop! Ah! 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 Ahveli sen ah leyle Şekimli çak meyle Ahveli sen ah leyle Şekimli çak meyle Bu hayatın yolida Mengü bile üteyle Bu hayatın yolida Mengü bile üteyle Ahvelidek ak sen, Abbastek bak sen Kırdanım sen tak sen, vay tak sen Ahvelidek ak sen, Abbastek bak sen Gülber gidek nazik yummak sen Ah gülber gidek nazik yummak sen Ey rahmet, rahmet, rahmet. Köpten köp teşekkürler olsun. Yaxshimi inim? Qadrli inim. Hayır. Rahmat, yana bir qitim hammamizni usul selayotgan qadrli Ro'za Azizaga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bizga azizlik, hurmat ato qilayotgan ham shundaqla bizni usullarga biz bilan birlikda usul samolarni o'ynagan suyimli do'stlarimizga, aziz mehmonlarimizga tashakkurimizni bildiramiz qadrli do'stlar. Hammanglarga ayon bo'layotganidek ushbu damlarda sizlar bilan birlikda o'rtoqlanayotganimiz bo'lsa, Yipak yo'ldagi G'azalxon programmasininki lent kesish Her kesiptaş dost emonlar meni saldık. Başına ağır hemmimizden yaxşı ayaqlışını ayaqlış boğan mısqını iyi versin. Kayda ayrıyam var. Yaşılım ayti sen bulğan bulsan Tel beni detgem basmaz idi sen bulsan Beni detgem sen Rahmat, rahmat, rahmat. Rahmat, merhamet. Huzurunlardı bina.
kerak bulmagan bolsam kütkününgni birermen bir gün bizar qilib ranjitgan bolsam hayat qisqa derya buldum iqillerimga azar berme nazuk dilimga ömür qisqa ketermen bir gün bir gün Rahmet. Tonuğunun içinde etqandek etdi sanatkarlarımız. Tövende oturup silema his qilmagan bilan chiroqning ostida musha sahnada İpek Yolu Sadası programmasini ko'rinish kelayotgan vaqtimda bir qatam shu mahirlarning qo'lini ko'tarish bosqichida butun nur bizga tushadigan bir halqa bor. İnsanlarda bo'lishi mumkin. Butun chiroqlar lapli qilib manga tushadi. Undan keyin ikkidan birini tanlaymiz. Shu vaqtida turaverib bizning hürmetlik sanatkarımız Mahmud Sulayman efendimning hayat vaqtlarida gipi uzrab ketib, ash chiroqning issiqida ishtinimga o't ketgan ko'rinish hozirgi sog'liqlik. Demak, bu shaydik chiroqning nuriga faqat chaqchaq qilolmaydi. Biz o'tning ichida turib, kuyib turib do'stlarimizga nur taqasak deb turib, emgak qilyapmiz. Emgikimizning hurmati bo'lishini, sizlarga arzishini umid qilamiz. Shuningdek, sahnada ham o't bo'lib chaqnay oladigan, ham yulduz bo'lib yaltira oladigan, ham qizil gul bo'lib ichila oladigan hayajon va har qaysi sohadagi barliq bilan bu yig'ilishga jam bo'ldik. Bayinayti dabdabilik so'zlar va oliy tilaklar o'tirib qo'yildi. Shuning o'xshash
bizni kasıptaş dostlarım bilen birlikte körürmenlerimiz bilen arlıqda körüklük rolunu üytəvatqan bizden anlarmenlerimiz, körürmenlerimiz bilen bizni bir yege cəm qılıvatqan muhtarkamğa çin köңlümüzün rəhmət eytimiz. Armağaysiz aka. Ona xosa məmu bugünkü yığılışımızga kesipteşimiz Abdüley Toxti icadiyat qıgan hem akordlaştırgan Kiler Mudef namlı xusuluk naqşam nep geldim. Teqi elan qılanmıgan bu şer etmetmekçi. Xalıgan dostlarımızdan tüvengi düşüp, soyunap verişin teklif etimiz. Merhamet. Şöyle ayırıya şeşin. Avazımıza hiç vestek ya. Söylümdege söygü verdim Bağlarımga güller terdim Yarındakiler model Küydümdege şkül verdim Söylümdege söygü verdim Bağlarımga güller terdim Yarındakiler model Çeşlemli taraf taraf Eynekli taraf taraf Derizemli maraf maraf Kara kaldım kiler model Çeşlemli taraf taraf Eynekli taraf taraf Derizemli maraf maraf Kara kaldım kiler model İşivalda söydürüvelip Otları da köydürüvelip İşivalda söydürüvelip Otları da köydürüvelip İzlemedi gündürüvelip İzdep kaldım kiler modem İzlemedi gündürüvelip İzdep kaldım kiler modem Saçlarımda taraf taraf Eynekli taraf taraf Derizemde maraf maraf Kara kaldım kiler modem Saçlarımda taraf taraf Eynekli taraf taraf Derizemde maraf maraf Kara kaldım kiler modem Kelsi yarım hoş bulmandım Hoş bulup men külmendim Kelsi yarım hoş bulmandım Hoş bulup men külmendim Kelme koysa men solmandım Tur kalım geler mudem Kelme koysa men solmandım Tur kalım geler mudem Çarşırımda taraf taraf Eynekli taraf taraf Derizemde maraf maraf Kara kaldım geler mudem Çarşırımda taraf taraf Eynekli taraf taraf Derizemde maraf maraf Kara kaldım geler mudem Çarşırımda taraf taraf Eynekli taraf taraf Derizemde maraf maraf Kara kaldım geler mudem Çarşırımda taraf taraf Eynekli taraf taraf Derizemde maraf maraf Kara kaldım geler mudem Derizemde maraf maraf Kara kaldım geler mudem Rahmet. Gülgina'nın güzel, şox avazı barlı hanım kızlarımızın usul sevetti. Ondan olsa mening qattiq bir hürmetim qo'zg'ildigan bir iste'dodli kompozitorimiz var.
kompozitor deymiz, shunaqmi? Ona qo'sa oldi bilan shu Mavlon Mamtumini bir sanimiz taklif qilsak, ikki qiz muzik ishlaydigan noit kam so'z deydi. Kam so'zlik pallasini bir his qilib boqaylik, qanchalik. Yanchiqdan bir hata shubiya chiqamdi ekan debdi. Men kechgacha chiqimni pompa etib yurmaydigan odatda. So'ng sahnaga chiqqanda o'sma elbitay dedim. Yosh vaqtlarda bizni o'ynang dardi baballar deb dardi ballarni o'ziga qaratgan. Keyinchi bo'lsa Mavlonning xiyollari deb noiti go'zal do'yinda shundoq moda oldi-ku muzikalar. Uningdan keyin bo'lsa o'zi yolg'iz turib o'ltirash qila oladigan naqshchimiz ham kompozitorimiz izchil bek go'zal asarlari bizni bek qayil qilib kelyotdi. Rahmat. Mush muzik ishlaydiganlar rost ozga qilamda. Jiq gap qildiganlarim bor. Kim u? Ancha-muncha. Qaysi? Bo'la. Mushu o'ltagan yigitlarimiz mana hammasi degidek ijodiyatchi, naqshchi, mushu guylarning orasida bor, shu jiq gap qilamda vallah. O'zimda emas amaliyotda. Mushu muzik ishlaydiganlarga mening bek katta hurmatim bor, chunki ular ko'pincha kechasi xizmat qilib qoldi ekan, ba'zanlar ishtiqlam chashdan ketib qoladigan, ba'zi kunduzda uxlab qoladigan, uyqusi qalayotgan bo'lgan degan ahvollar bek ko'p bo'ldi ekan. To'g'ri. Kechasi ilhom deydigan bir narsa izlab keldi deydi. Ha, kechasi hamda jahon jimjit bo'ldi, telefon kelmaydi, qalli bilinmaydi. Ondan xizmat mındaq cho'ngtaysimi yaxshi bo'ldi ras, mushu muzikaning ijodiyat qismining-chu. Mavlonning xiyollarini kechada ijod qilganmi? Na. Men asosan yolg'iz kichik o'ltirashchi. Uni kunduz qilgan lekin. Ha, kunduz o'ltirish. Mening ishxonamning darizasi yo'q-chu. Ha. Ishni bir yapsam da kechimi kunduzmi uqulmaydi. Ha, bo'ldi. Demak, mush chashni mushta saqlam saqlab qilish uchun darizasi yo'q ishxona ishlasak bo'ldi ekan, muzik ishlaydiganlar. Bu bo'ldigan amal ekan. Unas bugun qaysi so'g'at desam, chataq chiqmas so'ng qaysi asarni og'ash keldik? Bugun kayfiyat yomon yaxshi bo'yotdi. Mushu o'zimning tekstini, muzikasini o'zim yozgan bir naqsham bor. Hali bozorga tushgan naqsha. Shung usulga degan naqshamda. Qin marhamat aytib turma. Ondan naqshini boshlashdan burun men bir chin ko'nglimdan mushu yangi yo'l qo'yilgan mushu programmani chin dilimdan tabriklayman. Qarasam hamda Abdulla akam, Xalmurat akam ikki ustozimizdan boshqa o naqshchilar qatoridagi eng qarisi men ekanman. Demak, bu yoshlarning programmasi bu degan gap bizning nurg'un mushu yuroi dunyosi ondan estetik qarshi bizga o'xshamaydigan yosh bolalarimiz uchun nayt bir katta programma o'g'isi cho'ng utuqlarni tilayman. Rahmat. Ey. Usulga tushinglar do'stlar, men naqsha tushing usulga degan naqsha. Hey. Hey. Vay çaptan turun oldurup almay, sahniga tushing ko'p nazlanmay, yangi türün alqığı yanmay, tushing usulga. Hey. Vay tatınmay ko'p o'ylanmay, çok kuylarning oldida chanmay, naqshimizning payziga qanmay, tushing usulga. O'ltirib olmang o'rningizda esnab, rasa o'ynab sakrab dassam, quloq ochib, har yon qichib, yo'yi to'xtab kulib baqab. Voy, tushing usulga. O'ltirib olmang o'rningizda esnab, rasa o'ynab sakrab dassam, quloq ochib, her yan kaçıp Gayet to'xtab kulib Ançımın
muncha qoshni etib shunqsilga mana hey qopanglar kelaysiz da Çürüvet baştaki gemni Unutub bergem kaygı elemni Ganimet bilip müşidemni Düşün usulga Taşlan birdem telefon degenni Oynap berge öldürün bedenni Usul degen sakınla tenni Düşün usulga Oturup alman ornunuzda esnep Rıksa oynan zekrep desip Ulla cecep her yan kıcıp Gayet uktap gülüp bakar Ay şunsulga Oturup alman ornunuzda esnep Rıksa oynan zekrep desip Ulla cecep her yan kıcıp Gayet uktap gülüp bakar Ançı munça kaşlı yedep Şunsulga mene hey Oturup alman ornunuzda esnep Rıksa oynan zekrep desip Ulla cecep her yan kıcıp Gayet uktap gülüp bakar Ay şunsulga Oturup alman ornunuzda esnep Rıksa oynan zekrep desip Ulla cecep her yan kıcıp Gayet uktap gülüp bakar Ançı munça kaşni etip Tam rahmet sizge rahmet hey Oturup alman ornunuzda esnep Rıksa oynan zekrep desip Ulla cecep her yan kıcıp Gayet uktap gülüp bakar Ay şunsulga Oturup alman ornunuzda esnep Oy bulanlar Rıksa oynan zekrep desip Ulla cecep her yan kıcıp Gayet uktap gülüp bakıp Ançı munça kaşlı etip bana hey şunsulga Oyna Oturup alma Ha yaptı Pauz gel Hey rahmet Tude Naq maydandaki hürmetlik mütüverler. Her saha her kesiptiki suyumlik zatla. Aziz mihmanlar. Ekran aldıdaki hem şundaqla her qaysi ictimai aloqa qurallardaki biz bilan birlikte xuşluqimizga jo'r bo'lib atgan to'r ahli. Yana bir qatam hammalarning bugungi marosimimizga boshdan oxiri ishtirok qilib berganlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birlikte bugun sizlarning chavoqlaringlar bilan yana bir marta cho'lponlarimiz yig'ilgan bu sahnada Yipek yo'lidagi G'azalxon programmasining muvaffaqiyatli boshlanganligini qizg'in qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Biz Yipek yo'li osmonidagi yulduzlarning bu sahnada chaqnishi, Yipek yo'li bog'chisidagi xushpuroq gullarning bu sahnada ichilishi bilan Nur doktor doğrugerligi tajdorligidagi birinchi qaror Yipek yo'lidagi G'azalxon programmasida eng yangicha uslubda eng zamonaviy holatda eng qizg'in kayfiyatda ilib berilgan programmamiz orqali ekran oldidagi naq maydonimizdagi do'yindagi shundoqla do'yin qatorliq har qaysi ijtimoiy aloqa qurollaridagi biz bilan xushliqimizga jo'r bo'lishni xohlaydigan har bir ko'rmanga o'zimizning qizg'in kayfiyatimizni beg'ishlashni xohlaymiz. Ham shundoqla biz bilan hamkorlashgan korxonchilarning, katta markalarning
bu sahnada o'zining qadr qimmatini qayta javlan qildira oladiganligiga ishonamiz. Qanundaqda qadrli do'stlar, pat arda ko'rinishga ilingan programmamizni har qaysi suplar orqali, har qaysi saynalar orqali, har qaysi kanallar orqali dal vaqtida ko'rishni, do'stlar chamberka orqali atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishni unutmag'aysizlar. Yana bir qatam hayotidagi qimmatli boylik bo'lgan vaqtimizga hadiya qilgan har soha har kasbdagi ustozlarga, töhfkorlarimizga, isil zotlarimizga, azizlarimizga, qimmatli mehmonlarimizga egilib turib hashqallar aytimiz. Programma naq maydonimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.